Tushda qilich ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan qindagi qilich ayolni, qinsiz qilich molni va mansabni bildiradi. Agar ayol kishi tushida qo'lida qilichi borligini ko'rsa, o'g'il tug'ishiga dalildir. Agar qilich qinida sinib qolganini ko'rsa, bolasi qornida o'lim topishini bildiradi. Erkak kishi tushida yalang'och qilich borligini va uni birovga urmoqchi bo'lib turganini ko'rsa, biror kishiga biror so'z aytishiga dalildir. Kimki tushida birovga qilich urganini va qilich ta'sir qilmaganini ko'rsa, zarar bo'lishi va nasli qirilishiga dalildir. Agar bo'yniga qilich osib olganini ko'rsa, viloyatga hukm qilishiga dalildir. Kimki tushida biror sabab bilan biror kishiga qilich urganini ko'rsa, urilgan kishining nomi mashhur bo'ladi. Tush ko'ruvchi ko'pgina qilichi borligini yoki unga berilganini ko'rsa, boy bo'lishiga ishora. Agar undan qilichini olib qo'yilganlarni ko'rsa, amalidan tushishini bildiradi. Beliga qilich osib olganini ko'rgan kishi umri uzoq bo'lishiga ishora qiladi. Tush ko'ruvchi oltin kamari borligini ko'rsa, biror rahbardan rohat topishini bildiradi. Agarda qilichi po'latdan ekanini ko'rsa, ishlari mustahkam bo'lishiga ishora. Agar qilichi marvariddan ekanini ko'rsa, olimlardan foyda topishini bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi qilich 5 narsani bildiradi: farzandni, hokimlikni, muhabbatni, foydani, g'alabani. Tushdagi qilich yasovchi kuchli va fasohatli kishidir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.